Bilasanmi, agar Cristiano Ronaldo va Georgina Rodriges ajrashishga qaror qilsa, oqibatlar nafaqat hissiy, balki moliyaviy ham bo'ladi. Yaqinda Portugaliya OAV futbolchi va uning sherigi o'rtasidagi munosabatlar tugashi holatida mavjud bo'lgan kelishuv shartlarini oshkor qildi. Ushbu hujjatga ko'ra, Cristiano Ronaldo Georgina Rodrigesga oyiga 100 ming yevro to'lashga majbur. Bu yiliga 1 200 000 yevro. Bundan tashqari, Madriddagi ularning qo'shma saroyi Georginaga beriladi. Bu kelishuv birinchi qizlari Alana tug'ilgandan so'ng ajralish holatida Georgina va bolalarga moliyaviy yordam ko'rsatish uchun imzolangan. Bu katta summa bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin Ronaldoning boyligi yuzlab million yevro bo'lgani uchun bunday to'lovlar unga katta yuk bo'lmaydi. Aslida Ronaldo bu kelishuvni tuzib, strategik fikrlash qobiliyatini ko'rsatdi. Chunki usiz Georgina ancha katta summalarni talab qilishi mumkin edi. Ushbu kelishuv har ikki tomonning manfaatlarini himoya qiladi. Georgina moliyaviy yordam oladi. Ronaldo esa kelajakdagi majburiyatlari bo'yicha aniqlikka ega bo'ladi.